Katta leytenant Shermuhammad Ashirov 1975-2000 yillar. Shermuhammad Ashirov 1975-yil 23 yanvarda Toshkent viloyati Yangiyo'l tumani Xalqobod qo'rg'onida tug'ilgan. 1982-yilda 28 umumta'lim maktabining 1-sinfiga o'qishga qabul qilingan. 1999-yilda Jizzax Oliy harbiy aviatsiya bilim yurtini bitirgan va O'zbekiston Respublikasi Mudofaa vazirligi qo'shinlarida ofitser sifatida xizmatni boshlagan. Surxondaryo viloyatining tog'li hududlarida vatanimiz sarhadlariga suqilib kirgan terrorchi to'dalarga qarshi kurashda mardlik ko'rsatib, 2000-yil avgust oyida qahramonlarcha halok bo'lgan. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2000-yil 25-avgustdagi farmoniga muvofiq katta leytenant Shermuhammad Ashirov vafotidan so'ng 2-darajali shon-sharaf ordeni bilan taqdirlangan. Mustaqillik fidoyilari, jasorat bilan yozilgan mustaqillik tarixi.